Assalomu alaykum. Darsimizni boshlaymiz. Kiberxavfsizlik asoslari. Xo'sh, kiberxavfsizlik o'zi nima? Kiberxavfsizlik bu raqamli dunyoda tizim, tarmoq va ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun qo'llaniladigan texnologiyalar va chora-tadbirlar majmuasi. Kiberxavfsizlikda 3 ta asosiy ustun bor. Bular CIA uchligi deb ataladi. Confidentiality, ya'ni maxfiylik, integrality, ya'ni to'liqlik va availability mavjudlik. Mana bu yerda rasm misolda olib kelganman. CIA Trade, ya'ni uchlik. Ushbu uchlik kiberxavfsizlikda katta mavqega ega. Ushbu uchlikdan bittasi zaif bo'lsa, demak tizimni buzib kirish mumkin.